Otamga men qarayman, evaziga otamdan qoladigan har narsadan voz kechaman, merosdan voz kechaman, debdi. Aka-ukalar rozi bo'lishdi. Otasiga qarabdi, umrining oxirigacha xizmatini qilibdi. Xastalansa, boshqa bo'lsa, xullas bir otaga qancha xizmat qilish mumkin bo'lsa, farzandi qo'lidan qancha xizmat qilish kelsa, hammasini qilibdi. Ota rahmatli bo'libdi, bu dunyodan ketibdi, umri so'ngiga yetibdi. Otani xizmatini qilgan, shaxsiy hayoti uncha rivojlanmagan, otani merosidan ham bir ulushimga tegmagan, kelishuv shunday bo'lgani uchun xullas juda qiyin ahvolda qolib ketibdi-da oilasi bilan. Ish yo'q, meros yo'q. Lekin sabr bor. Bir kun tush ko'ribdi. Bir kun tush ko'rsa, tushida bir nuroniy bir odam, bir yaxshi odam tushiga kirib aytibdiki, falon toshning tagini ko'tarsang 100 dirham bor. Lekin barakasi yo'q. Uyg'ongandan keyin o'ylabdi, 100 dirham bor, tosh tagida, qaysi toshligini ham biladi. Lekin barakasi yo'q. Kerak emas debdi. Barakasi bo'lmasa nima qiladi? Oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin endi iqtisod qilish kerak-da, dardi bor. Bola chaqasini boqish kerak, iztirobi bor-da ichida, o'shaning uchun tushlari shunaqa uni. Yana bir tush ko'ribdi, u tushida yana o'sha yaxshi odam tushiga kirib, falon toshning tagida 10 dirham bor. Lekin unda ham baraka yo'q. Alloh Alloh debdi, buni ham barakasi bo'lmasa nima qilaman debdi. Yana davom etibdi, yana ichidagi iztirob, yana bir kun tush ko'ribdi. Yana o'sha odam, o'sha yaxshi odam. Aytibdi, falon toshning tagida 1 dirham bor. Ammo barakasi ham bor. Uyg'onib aytibdi, 1 dirham bor ekan, barakasi ham bor ekan, buni olaman debdi. Boribdi, aytilgan tosh tagini ko'tarsa, haqiqatan tosh tagida o'sha nima bor ekanda, 1 dirham pul bor ekan. Uyga qaytib kelib, endi 1 dirhamga o'sha payt bitta baliq berar ekan. Yo'lda kelayotgan ekan. Endi bola chaqasiga nimadir olib kelish kerak-ku. Kunlardir och. Bitta baliq sotib olibdi. Uyga olib kelibdi, baliqni ochsa, ichidan marvarid dur chiqibdi. 2 ta. Endi u durda ham uncha narxini bilmaydi-ku. Bittasini ayoliga sovg'a qilibdi, mana taqib yurasan, chiroyli bo'lib, uyda maza bo'ladi. Ayoli ham xursand bo'ldi. Ikkinchisini bozorga borib chiqib sotibdi. Bir bu qimmatbaho toshlar bilan, dur gavharlar, marjonlar bilan shug'ullanadigan bir odam undan u nimani baliq ichidan chiqqan durni sotib olibdi. Bir miqdor pul beribdi. Bu uyga bozor o'char qilib, kamko'stini to'ldirib, ozgina yana yonida pul qolibdi. Xursand bo'lib yotsa, kechqurun dusur gupur eshiklari urilgan, qarasa podshoning lashkarlari kirib keldi uyga. Uni olib podshoning huzuriga olib borishibdi. Podshoh aytibdiki, "Mana bu durni sen sotdingmi?" "Ha, men sotdim." "Qayerdan olding buni?" "Bir baliqning ichidan chiqdi. 2 ta chiqqan bo'lish kerak. Bu hech qachon bitta chiqmaydi. 2 ta bo'lish kerak. Ikkinchisi qani?" Buni bittasi bu ham qiymatli, ammo ikkitasi bir joyda juda qiymatli. Ikkinchisi qani? Ikkinchisini men ayolimga sovg'a qildim. Sen uni menga sot, qancha desang beraman. Qancha desang beraman debdi. Men sizga savol, qancha derdingiz? Hozir biz tomosha qilib turgan do'stlarimizga ham savolda. Qancha bo'ladi uni bahosi? Taxminan. Bu hikoyani aytib bergan odam o'g'lini qo'lda ko'tarib aytib bergan ekanda. Bu voqeani aytib bergan odam. Keyin o'g'ildan so'ragan ekan, kichkinagina bolachada. "O'g'lim, agar sendan podshoh so'raganda, qancha so'rarding?" desa, o'g'il aytgan ekan, "Barakali 1 dirham so'rardim." Qarindosh
yoshlar orasida, aka uka singil orasida nizo bo'lyapti. Mulk talashish bo'lyapti. Bizni jamiyatimizdagi o'lchovlar juda ko'p o'lchovlar noto'g'ri. Sal o'zimizga nisbatan xolis yondoshsak, shu mulk masalalarida, meroslar masalalarida, yer masalalarida, tomorqalarda aka-ukalar bo'la olmasdan bir qorindan talashib tushgan, birga katta bo'lgan, bir dasturxonda bir o'rinda yotib katta bo'lgan, lekin shu bitta hovliga sig'may qolgan aka-ukalar, otalar, onalar qarib kasal bo'lib qolib, boyagi sen qara, o'zing qara, meni ishim ko'p, meni xotinimni jahli yomon, meni xotinim bizni oilamizga unchalik nima bo'lmayapti, onamga mehribonlik qilolmayapti, sen qara deb otalarni, onalarni yarim yo'llarda tashab, qarigan paytda qiyin ahvollarda qoldirayotganlar uchun bu bir ibrat bo'lish kerak emasmi? Albatta ibrat bo'lish kerak. Bizni o'lchovlarimiz noto'g'ri. Qarang nima deyapti, yana aytaman, 1000 marta aytkim keladi. Men otamga men qarayman. Kasalligida nimasi bo'lsa, hamma xizmatini men qilaman. Evaziga merosdan voz kechaman. Sizlar iltimos shuni menga beringlar, shuni menga ravo ko'ringlar, shu ishni men qilayda. Nima dunyoga tegishli, nima mol mulk bo'lsa sizlar oylar. Biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak. Biz ham ota-onalarimizga xizmat qilish uchun aka-ukalarimiz bilan talashishimiz kerak. Men qilaman deb bo'lishib olishimiz kerak. Bir shaklda buni nima deydi? Oxirgacha bu imkoniyatlardan foydalanishimiz kerak. Chunki bir kuni keladiki, qo'lini ochib duo qiladigan lar yonimizda bo'lmasin. Keyin deymiz, u ehlarda hech foydasi yo'q. Millionlar sarflab oshlar berib, kim bilsin qanaqadir bir qimmatbaho toshlardan qabr toshlari qo'ygan deb zarracha mantiq yo'q. Bu johillikdan boshqa narsa emas. Kimni aldayapti? Bu yolg'ondan boshqa narsa emas. Odamlar kimni aldamoqchi? Yana odamlarning ko'zigami? Men otam uchun tirikligida qiladi bu xizmatini, talashidi. Men qilaman, men bunaqalar yo'q demoqchi emasman. Bunaqalar juda ham ko'p. Lekin bizga ko'rinayotgan narsalar, atrofga diqqat qilib qarasak, alhamdulillah, masalan bizda menimcha qariyalar uyida farzandlari tirik ota-onalar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Agar bo'lsa juda uyat.